Hurmatli obunachilar, men sizlarga aytuvdim, mana shu qo'yxona qurilishida qanday kamchiliklarga, qanday xatoliklarga yo'l qo'ydim, ana shularni ham aytib beraman bir degan edim. Mana hozir vaqt soati kelibdi, aytib beraman. Bu qo'yxonani uzunligi 22 metr, bu yog'i 8 metrga bu nima molxona, 6,5 metr yemxona, 6,5 metr nimasi. Endi o yoqdagi bedanaxona, naryoqdan bedalar bu yoqqa olib o'tamiz. Bedana ham bor, ular haqida ham hali nima beraman men sizlarga. Informatsiya, ma'lumot beraman. Endi mana bu 22 metr bunday qildim. Mana bu eni 1.8, 1.8. 4 bo'lakka bo'ldim. Mana shu 22 metrda eni 1.8. 1.8 oz ekan. Bu yog'i 2.6, o'rta 1.5. Oz ekan. Bu yerda 11 ta qo'y turibdi. 11 ta. Tagini yarim metr kavlab sheben qildim. Sheben qildim, shu suv bo'lmaydi, unda dog'di, yo'q, unaqa bo'lmadi. Bo'ldi bular suv bo'ldi. Ancha nam bo'ldi, oyoqlari og'ridi. Oyoqlarini davoladim, uni ham kommentariyga yozsanglar, obuna bo'lib. Men sizlarga aytaman qanday dorilar qildim, nima qildim. Mana keyin men sizlarga yana bitta narsani aytay. 60 ta arashanning ichidan, mana shu arashan vohani ichidan 25 ta qo'ydi, bir qo'ychi kelib ajratib berdi. Mana shular dedi, haqiqiy, ikkita qo'ra, ona qo'ra bilan. Haqiqiy urug'liklar. Bularni urug'lik qilib sotasiz, dedi. Mana yotishibdi uning ichida. Vohani qora hisori qo'ylari ham bor, haqiqiy qo'y deganlar. Bularni oldi 95 kilo. 95 kilo. Bularni oldi. Endi tish buzishdi. Buzayotganlari bor, buzib bo'lgani bor, mashaqa. Bular yotishibdi. Bular ham mana arashanlar bunday. Endi men aytdim, buni xatoligim tor qilib qo'yganman. Yer qilinadigan bo'lsa kengroq qilish kerak edi. Yer qilinadigan bo'lsa. Kengroq qilish kerak edi. Shunda ko'proq qo'y sig'arkan, tagi ho'l bo'lmasdi ekan. Iloji boricha ozgina pul ko'proq ketsa ham, men endi qilgan bo'lganim deydi, pol qilgan bo'lardim. 3-4 kunda bir tozalanib turilsa ham, shunda qo'ylar pokiza bo'lardi, oyoqlari og'rimasdi. Ancha xunob qildi. Mana shunaqa, mana fortikalarni ko'proq qo'ygan bo'lardim. Mana fortikalarni ham ko'proq qo'ygan bo'lardim. Endi hurmatli obunachilar, mana shunaqa. Yana men mana shu kunlik chiqishlarimda aytib ketaveraman, lekin bu nimalari ham bo'ladigan joylari ham mustahkam bo'lish kerak ekan. Bu nimalar, qo'chqorlar buzib yuborar ekan. Mana shunaqa. Hurmatli obunachilar, obuna bo'linglar, like bosinglar. Rahmat, yana uchrashamiz.